Assalomu alaykum. YouTube'da bizni kuzatuvchilar. Ko'rishlar mumkin, yana bitta Fayzli xonadonimizga penalon bos qilgani kelganmiz. 309 kvadrat chiqdi tomimiz. Ishimizni boshladik. Gipslarni tepaga ko'tarib, xudo xolasa hozir tepadan ham bir chiroyli video qilib ko'ramiz. Gipslarni, semenlarimiz talda tortyapmiz tepaga. Tepadan ham video qilib ko'rsataman sizlarga. Mana tepaga ham chiqib oldik, ko'rishinglar mumkin. Tepamizda shunaqa katta joyimiz bor. Bu joyimizni o'zi 160 kvadrat chiqdi. Materiallar qoqib tayyor qilganmiz. Tagiga vassa qoqilgan cho'rni. Mana tagiga solinadigan materiallarni ham ichida bonus qilib qo'yib qo'ydik. 35 mingdan 45 minggacha vodiy bo'ylab 80 kvadrat, 60 kvadratdan qo'yamiz. Undan kamini sal pul kelishilgan holatda qo'yamiz. Bu yoqda sal ozroq kichkina bo'lgan darvozaxonamiz. Bu darvozaxonamiz 80 kvadrat chiqdi. Yana bu yerda bir 60 kvadratcha orqa tomonda bor. Aylana atrofi uy bo'lgan. Bachoylarda suvlarimiz, bolalar uchun tayyorgarlik ko'rib boshlashyapti. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hamisha duoda bo'lib tursanglar. Kim uyini loydan emas penadan qiladigan bo'lsa, pastdan nomerga aloqaga chiqib zakaz beraversa. Mana aylana atrofi uy bo'lgan. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hozir quyilish jarayonlarini ham bir qator video ko'rsatamiz. Qani bismillahirrohmanirrohim, biz ishni boshladik. Mana gipslar solindi. Gips sement solindi, xudo xolasa. Aralashtiryapti. Aslarga quyilish jarayonini bir qator Qani bismillahirrohmanirrohim deb biz ishni boshladik. Ko'rishinglar mumkin, birinchi faqirda qo'yiq to'kib, teshiklarni yamab olib, keyin bochkada on tarib ketilaveradi. Bu yerga 8 sm ga zakaz olganmiz. Bu yer Farg'ona viloyati Quva tumanida ishimizni olib boryapmiz. 309 kvadrat tomimizga. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hali video davomida ko'rasizlar qanaqa chiroyli chiqishini. Mana biz ishimiz davom etmoqda. Mana shu yerga 80 kvadrat joyimizni 1 soatda xudo xolasa bolalar qo'yib bo'ldi. 8-10 sm yegan joylari ham bor. Ko'rishinglar mumkin. Davom etamiz, bizni kuzatishda davom etinglar.